Qimordan gap ochding. Raskolni sen bilan oxirgi marta qimor o'ynaydi. Yengilgan pahlavon kurashga to'ymasmish. Men tayyorman. Tinchlikmi? Qo'qshol vaksinasini olamizmi? Biri zaharli dori, biri vitamin. Tanla. Kel, Kenan. Dadam qayerda aka? Biroz ishlari bor ekan, hademay keladi. Tinchlikmidi? Yoki siz ham bizga dadamdek uylanishga qaror qilganingizni aytmoqchimisiz? Rosa hayron bo'larmiding? Bu mavzuda hech kim meni Fehmi Kuzuzade kabi hayron qoldira olmaydi. Menimcha o'rinli qaror. Ay birodar, siz nega bunchalik xotirjamsiz? Aslida sen nega buncha bezovtasan? U ayolni hatto kimligini ham bilmaymiz. Texnik uzuzali haqida gapiryapmiz. Shunchalik jiddiy masalada noto'g'ri qarorga keladi deb o'ylaysanmi? Balki oshiq bo'lgandir. Ayolni qanaqaligiga ham parvo qilmayotgandir. Bu yog'ini dadamning o'zi biladi. Lekin unday emasdir. Dadam hech kimga ko'r-ko'rona bog'lanib qolmaydi. Ko'ramiz. Shunaqa deyapsan-u. Ammo balki xonim afandi bilan tanishgach, dadamni tezroq unga uylanishga undasang ham ajab emas. Yoki sen dadam ishlardan ancha uzoqlashdi. Akam esa kompaniyani kasod qiladi deb qo'rqyapsanmi? Ha, albatta bu ham bor. Qo'mondonim, Seyxon og'adan xabar keldi. Shimoliy devonda shu kecha katta narkotik jo'natmasi bo'lish haqida xabar keldi. Bugun tunda to'g'ridan to'g'ri Turkiya hududiga kiradi. Guruh operatsiya uchun tayyorlansin. Xo'p bo'ladi, qo'mondonim. Bu odamdan kelgan xabarga ishonsak bo'ladimi? Usta yolg'onchi bo'lishi mumkin. Lekin rost gapirayotgan bo'lsa, buni boy berishni istamayman, Pusat. Sen nima deysan? Bosh ustiga. Borib ko'ramiz, qo'mondonim. Hozir ushbu hisobotga ko'ra, qamoqxonadan o'g'irlangan odam kim ekan? Zerko degan kishi, og'a. Nima ish qilar ekan? Qandaydir operatsiya chog'ida hibsga olingan, narkotik moddalar ishlab chiqarishda ishlagan bir odam. Demak, u kimgadir kerak bo'lgan. Istanbulga kema orqali narkotik kelgan bo'lsa, bu odamlar yana nimani ishlab chiqarishadi, og'a? Balki kelgan mol narkotik emas, uni tayyorlovchi mahsulotdir. Anadolu xonim Soyaning chala qolgan yangi dori ishi borligini aytgandi. Bu odamni o'shalar o'g'irlaganmi? Bunday deyish uchun qo'limizda dalil yo'q. Ammo agar shunday bo'lsa, yangi zahar ishlab chiqarishmasdan oldin ularni topishimiz shart. Nima deysan, Kenan? Seningcha bu ishga kirishsak bo'ladimi? Rost akajon, meni jon tomirimdan urdingiz. Xo'sh, unday bo'lsa, Men roziman. Tinchlikmi, bu quvonchning sababi nima? sizning g'ayratingiz albatta. Kimni o'g'illarimiz axir? Marhamat, o'tiring dada. Bugun Ferdinand bilan uchrashuving bor edi. Qanday o'tdi?
Biz ham Kenan bilan shu haqda gaplashayotgandik. Bir ishni taklif qilyapti. Juda katta loyihani biz bilan birgalikda amalga oshirishni xohlayapti. Uchuvchisiz parvoz vositalari. Ya'ni qanday? Rus armiyasi tomonidan ishlab chiqilgan eng yangi samolyot. Uni hatto ruslar ham hali sinab ko'rishmagan. Ferdinand Rossiyadan o'g'irlangan bir prototipni shu yerda ishlab chiqarishimizni xohlayapti. Urush boshlash uchun boshqa yo'l topa olmabdimi? Bu uchun samolyotning qulashi, uchuvchi esa rus bo'lish kerak emasmi? Agar urush boshlamoqchi bo'lishsa, qulagan samolyotda odam bor yo'qligi qiziqtirmaydi o'g'lim. Tushunishimcha, seni xayolingda nimalardir bor. Gapir chiqani. Quloqim senda. Ferdinandning bizga beradigan prototipiga taqlid qilib, hatto ruslar ham sezmaydigan tarzda o'z brendimizni ishlab chiqaramiz. Xo'sh, Ferdinandchi. Buni evaziga u nima so'rayapti? O'z mahsulotini tashish uchun birinchi ommaviy ishlab chiqarilgan vositalardan foydalanishni. Lekin xavotir olmang dada. Men yog'ini ham o'yladim. Agar vositalar noqonuniy ravishda qo'lga olinsa, bizning zavodimizdan chiqqani aslo oshkor bo'lmaydi. Unda endi Kenanning ishlari ko'payarkan-da. Men hozirdanoq yenglarni shimardim dedi. Faqat motor va elektron qismlarni ham o'zimizda ishlab chiqarishni ma'qul ko'raman dedi. Aytdim-ku, Kenan. Mahalliy motor ishlab chiqarishga hali erta. Ham bu ishda bizga ruxsat berishmaydi. Bilasan-ku, bayroq boshqalarning qo'lida. Yusuf haq. Shuning uchun joriy konjunkturaga muvofiq harakat qilgan ma'qul. Mayli unda. Nazorat sizlarda. Dada, menimcha uylanishga doir niyatingiz jiddiy shekilli. Shunday muhim qarorni ham unchalik surishtirmadingiz-ku. Surishtirmayapman, chunki kursani ishonchli qo'llarga topshirganimni bilaman, o'g'lim. Super askarlaring shularmi? Bu mashqlarni sen ham eplaysan. Hatto biroz shug'ullansang men ham qila olaman. Har doim ko'ringanidan ko'ra ortig'i bo'ladi do'stim. Men ko'ra olmayotgan narsa nima ekan? Shu ko'rayotgan odamlaring naq 4 kundan beri ovqat yeyishmadi va uxlashgani ham yo'q. Missiya tugadi. Mana kutilgan odam keldi. Zerko. Mana men senga aytgan soya. Ishlashing uchun seni eng qulay sharoitlar va cheksiz xom ashyo bilan ta'minlaydigan kishi. Qo'limga chegarasiz mol keladi, shundaymi? Xuddi shunday. Xo'sh, siz uchun nima qilishimni xohlayapsiz? Chala qolgan bir ishni davom ettirishingizni.
Nima ustida ishlayapsiz? Shu ko'rayotgan odamlarning ustida ishlayapmiz. Ularning quvvati va chidamliligini oshiruvchi doridan foydalandik. Biroq tajriba ostidagilardan ikkitasi bir necha oy oldin yurak xuruji bilan o'ldi. Dorini takomillashtirish uchun sizga ehtiyojimiz bor. Bo'pti. Ko'raylikchi nimalar qilgan ekansiz. Doktor Bey sizga tadqiqotlar haqida ma'lumot beradi. Ishni juda yaxshi uddaladingiz. Charchog'ingizni yetkazishim uchun ramziy iltifot. Nimani o'ylaysiz, aziz do'stim? Bir narsani tushunmadim. So'ra, Ariel. Bu yerdagi odamlarni eng zo'r jihozlar bilan ta'minlabsan. Bu esa xiyonatga qo'l urgan taqdirlarida ularni 10 barobar xavfli qilmaydimi? Ular menga xiyonat qilmaydi, Ariel. Osiyo bularni men uchun maxsus tarbiyalagan. Bular Osiyo tarbiyalagan qurbonlik guruhimi? Ha. Hammasi menga to o'lgunicha sodiq. Osiyo o'z va'dasida turishini taxmin qilmagandim. Sendan nafratlanadi deb o'ylardim. Osiyo bir tajribali pulini oldi, ishini bajardi. Mashinada bir kishi qoldi. Ruldagi kutgan odamimiz emas. Men shu ikkisini hal qilaman, sen o'shani ol. Nima bo'lsa ham bittasi omon qolishi shart. Menga o'rgatma, o'zingga qara. Sizi öldürmek istemiyoruz. Teslim olun, konuşalım. Bunların anladıkları dilden konuşacağız.
Bu yigit ham o'lyapti. O'lmaydi, Erxon. O'lmaysan, to'g'rimi? O'lishni xohlamayman. Ofarin inim. Sen bizga kerak bo'lasan. Meni qutqaring. Sizga hamma narsani aytaman. Sen hozir gapirsang, men senga nabiralaringni ham ko'radigan hayotni va'da qilaman. O'ldi-ku. Hali o'lmadi, Erxon. Bo'l, buni olib ketaylik. Eshitaman. Hammasi tayyor. Seni kutyapmiz. Yaxshi. Meni shu yerda kut. Xo'p, afandim. Xush kelibsiz, Yusuf Bey. Xush kelibsiz. Tanishtiring, Javad Bey, Yusuf Kuzizade. Xursandman. Marhamat, o'tiring. Javad Bey sizga yordam beradi, Yusuf Bey. Minnatdorman, Mete Bey. Sizga qanday yordamim kerak, Yusuf Bey? 46-raqamli pochta qutisini ochishim kerak. Albatta. Marhamat. Izlaganingni topdingmi? Muammoni hal qilishga yordam berganing uchun katta rahmat. Yaxshi niyatingni isbotlading, Mete Aymar. Endi do'stim ekaningga ishonaman. Oxiri buni tushunganingdan xursandman. Katta rahmat, Javad Bey. Qo'ysangizchi, arzimaydi. Eng yangi kino va seriallar faqat Ria Play platformasida. Chaqaloqlar almashtirildi. Yusuf hujjatlarda Yusuf Kuzizade sifatida qayd etildi. Bugun Fehmi bilan birga klinikaga kelishdi. Juda sog'lom bola. Ukasi va dadasi bilan aloqasi juda yaxshi. Fehmi ularga nisbatan juda g'amxo'r. Bugun birinchi marta Yusufning Londondagi maktabida darsga kirdim. Juda idealist yigit. Kechagi tunni kutubxonada o'tkazdik. Yusuf bilan endi yanada yaqinmiz.
Yusufni Londondagi konsullikka olib bordim. Arslan Akbey ham o'sha yerda edi. O'zini sezdirmasdan Yusufni kuzatdi. Yusuf ertaga kechqurun Kenan bilan 16 yoshini nishonlash uchun Istanbulga qaytadi. Vahab Ko'zizodaning yaqinda inglizlar bilan bo'lgan inqirozi haqida bilamiz. Oqshom uchun ehtiyot choralarini ko'rish kerak bo'lishi mumkin. London. Yusuf uyimga keldi. Oilasi haqida gaplashdik. U juda sarosimada. Bu tong Londondan Istanbulga jo'nadi. Aeroportda Azra bilan uchrashdi. London. Kechasi uchrashdik. U menga o'z yurti uchun nima qilishni xohlayotganini aytdi. Vatanga muhabbati ko'zlarida balqib turibdi. Borgan sari haqiqiy otasiga o'xshayapti. Raskolni yana qancha kutadi? Xo'p, mayli. Buni tanladim. Yana siz yutqazdingiz. Vitamin quyilgan shpritsni topdim. Men tug'ma omadliman. Yuk tashish nuqtasi shu yermi? Bizga kelgan koordinatalar shu yerni ko'rsatyapti. Siz shu yerdan yo'lning pastki qismigacha borasiz. Hech kim bilan ziddiyatga bormang. Siz esa men bilan bu yoqdan ketasiz. Ko'p uzoqlashmaymiz. To'xtang. Bu o'zimiznikilar.
Sen kimsan? Qurollaringizni tashlang. Aks holda do'stlaringiz o'ladi. Qurollarni tashlang dedim. Men Dark River guruhi qo'mondoniman. Shu ondan e'tiboran ko'rsatmalarimga bo'ysunmasangiz o't ochishni buyuraman. Endi Dark River asirlarisiz. Qurollarni oling. Kiring. Nima bo'ldi? Og'a bittasi o'lmasdan oldin gapirdi. Mol olib borilgan joyini aniqladik. Qanday ajoyib. Voy. Bular kimniki? Menikimi? Istaganingcha ishlatishing mumkin, Zarko. Lekin ruxsat bersang, shaxsiy iste'molingni nazorat qilamiz. Tartib buzilishini xohlamaymiz, to'g'rimi? Ha, albatta. Ishni qachon boshlashim kerak? Ha? Darhol. Okey. To'xtang.
Sizga to'xtang dedim. Bu yer narkotik ombori emas, Jahid. Qayerga tushib qoldik, og'a?